Xotin. Voy, biling. Nima bo'ldi kecha? Unchalik mastur. Xotin. Nima bo'ldi kecha? Qaytib ichsam. Men ko'tarmaydi bu, ha? Voy, biling. Qaytib ichsam. To'xta, jon, unchalik mastur nima bo'ldi? Aniq deyling. Ana men kuyovdek qo'polon. Assalomu alaykum. Senga deputatdan bo'lamanmi? Afsuslar Uf, shunchalik mastur nima bo'ldi o'zi kecha? O'rtoq, yaxshi tuzumsan, charchamayapsan. Mashinangni berib turgin, kech ko'p. Boshqa qadamingni bosma betga. Isqird. Yo, o'rtoq, to'xta. Nahotki yaqin o'rtog'imni xafa qilib qo'ydimi? Qaytib ichsam. Unchalik mastur. Onasi yaxshimisan? Kecha to'xta. Nima bo'ldi kecha? Men unchalik ichmasdim-ku. Kecha nima bo'lganini eslolmaysizmi? Yo'q, agar eslolmayman. Qara. Assalomu alaykum ayjon. Yaxshimisiz? Qani yo'qolib o'tdim. Hozir militsiya chaqiraman. To'xtanglar, nima bo'ldi o'zi kecha? Kimda? Assalomu alaykum adajon. Kelarkansan u, ha? Kimdir tushuntirib bersin, nima bo'ldi o'zi kecha? O'ldiraman, suka!